Azizlarim, nurlilarim, ishoning, bu texnikani juda ham ko'p beraman. Juda ham ko'pchilik natija yozgan. Ishonmasangiz Telegram yopiq kanalimga kirib ko'rishingiz mumkin natijalarni. Demak, bu texnika nima haqida? Yana bitta ongni portlatuvchi insightga tayyormisiz? Atiga 20 soniya ichida ongingizga kirib boraman. Menga pul kerak. Menga pul kerak. Men yolg'iz ayolman. Meni sharoitim mana bunaqa ahvolda deb faqat noliydigan bo'lsangiz, diqqat qiling. Bizni miyamizning asosiy vazifasi hamma joydan isbot topishdir. Agar ongingiz mana shunday dasturlar bo'lsa, mana shunday ustanovkalar bo'lsa, miyangiz tashqi olamdan aynan shunday holatlarni qidirib topadi. Senga pul kerak deydi-da, sizni qiyin vaziyatlarga solib qo'yadi. Sen pul kerak vaziyatdasan deb o'sha vaziyatingizdan ham battar vaziyatga solib qo'yadi. Natijada siz doim pulni orqasidan quvib yurishga majbur bo'lasiz. Siz dasturingizni o'zgartirishingiz shart. Bu juda oson texnika deganimda ham sababi shu. Har kuni har qadamingizda menga pullar oson keladi deb takrorlab yuring deyman klientlarimga. Yoki bo'lmasa sizga bugun kun davomida necha pul kerak bo'lsa, o'sha summani ushlang, boshqa summaga chalg'imang deyman. Misol uchun ertalabdan kechgacha sizga 5 million kerakmi yoki 500 dollar kerak? Menga 500 dollar keladi, menga 500 dollar keladi. Takrorlang. Buni YouTube, Instagram, Facebook, Telegram hamma tarmoqlarimda berganman. Qayta berishdan zerikmayman. Chunki bu ishlayapti, azizlarim, bu texnika ishlayapti, hammada ishlayapti. Hamyonimda har doim pul bor. Menga pul katta miqdorda va osonlikcha oqib keladi. Men pulni yaxshi ko'raman. Pullar ham meni yaxshi ko'radi. Mana shu 4 ta narsani cheksiz ayting, lekin har kuni har qadam menga pullar oson keladi. Menga pullar oson keladi. Agar sizga qaysidir summa kelsa, menga 5 million so'm pullar oson kelyapti. Menga 5 million so'm pullar oson kelyapti. Takrorlab yuring. Mana shunday ijobiy dasturlarni ongingiz, ya'ni ong ostingiz shukronalik bilan joylashtirsangiz, hayotingizda mo'jizaviy vaziyatlarni ko'ra boshlaysiz. Ishoning, nurligim. Buni yana chuqurroq o'rganmoqchi bo'lsangiz, izohlarda orzu so'zini yozib qoldiring. Yopiq Telegram kanalimda bu texnikani mayda detallargacha tushuntirganman.